Allo, Voy eshitaman. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Donaxon onamiz siz bo'lasizmi? Ha, menman. Onajon, uzr sizni bezovta qilib qo'ydik. Ahvollaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat qizim. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kunlar va ushbu ajoyib kunlarda qarshi olayotgan yana bir yoshingiz tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Rahmat qizim. Tashakkur. Ayni fursatda tabrik so'zi loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugungidek quvonchli kunlaringizda yetkazishimiz kerak bo'lgan tabriknomalar bor edi siz uchun. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir mehriboningiz yo'llabdilar? Sayyora qizimmikan? Mashalloh, albatta sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi kuyov o'g'lingiz Baxtiyor aka, qizingiz Sayyora opa tabriklab qolmoqdalar. Ha, rahmat. Agarda ruxsati bersangiz, mana shu farzandlaringizni sizga atalgan tabrik dilizhor maktublarini Allohni vakil qilib, roziligini niyat qilib, o'zi qodir etganchalik o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, mening mehribonim onajonimga yurakdan bag'ishlanadi deya ushbu satrlar bilan boshlabdilar. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, men uchun yagona inson onajon. Bilmadim bu so'zda nechta tilak, nechta sog'inch, nechta rahmat yashiringan. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz dunyo mening eng aziz insonimni tuhfa qilgan kun. Yuzingizni quvnoq ko'rmasam ham, ovozingizni bag'rimda eshitmasam ham qalbimda sizning mehribonligingiz bilan yashayapman. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizga rahmatlarim bo'lsin. Ey mening jannatim sababi bo'lgan onam. Bugun siz dunyoga kelgan kun, lekin aslida bu kun biz uchun hayotning eng katta mo'jizasi bo'lgan. Sizning mavjudligingizni bayram qilish kunidir. Sizning bag'ringizda ulg'aygan har bir daqiqamiz biz uchun duo bo'lgan. Sizning har bir charchagan nigohingiz bizni himoya qilgan devor bo'lgan. Sizning jim turgan faryodingiz bizni hayotdan asragan qalqon bo'lgan. Bugun sizga qarab shuni his qilaman, ona. Sizsiz men kim edim? Siz bo'lmasangiz mening ildizim, quvvatim, hayotdagi ishonchim yo'q bo'lar edi. Ey mehr manbai onam, sizga ayta olmaganimiz qancha gaplar yig'ilib qolgan yuragimda. Bugun shu gaplarni aytaman. Siz mening duoyimning o'zidir. Siz har kuni Allohga bo'lgan shukrimning sababisiz. Siz yelkamda tinmay duo qilgan farishtamsiz. Men sizni har nafasda, har qarashda, har qadamda yaxshi ko'raman, ona, va Allohdan har kuni shuni so'rayman. Ey Rahmon, mening onamni uzoq umrli qilgin, quvnoq farog'atli qil, uning barcha og'rig'ini bizga o'tkazgin. Unga faqat salomatlik, muhabbat va jannatdek tinchlik hayot bergin. Sizni quchoqlay olmaydigan so'zlar juda ko'p, ona, lekin biz aytamiz. Biz sizni bir umr yaxshi ko'ramiz, ona. Bugun siz uchun yig'laymiz quvonchdan. Siz borsiz va bu biz uchun eng katta ne'mat. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, mehrli jannatimiz. Hurmat bilan sizning mehringizda ulg'aygan qizingiz ushbu satrlarni sizga yo'llabdilar. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Baxtiyor bilan qo'sha qarib, bolalarini rohatini ko'rib yursin. Rahmat ularga. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham onajon, har doim mana shunday farzandlar baxtu kamoli uchun sog' va salomat bo'ling. Ana endi sizni yaxshi ko'ruvchi qizingizni, o'g'lingizni yana bir she'riy nomalari bor edi. Shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasam maylimi? Mayli. Bemalol, mayli. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Men deb yashadingiz, o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Men sabab halovat bilmaganimsiz, mening ertam uchun tinmaganimsiz, har qachon yonimdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Yaxshi kunlar hamroh biz bilan bugun, baxtim butun, shodlik, quvonchim butun. Mehnatingiz uchun, barchasi uchun rahmat sizga ona, rahmat onajon. Uzoq umr ko'ring, baxtimni ko'ring, orzular o'shalgan ahdimni ko'ring. Doimo duo qilib yonimda turing. Rahmat sizga ona, rahmat onajon deya ushbu ajoyib she'riy nomani ham sizga yo'llabdilar. Rahmat. Sog' bo'lsinlar, qayda bo'lsa ham omon bo'lsinlar. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham. Bugungidek ayyomingizni unutilmas
chiroyli holatda yaqinlar davrasida o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz. Biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling va ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, siz ham sog' bo'ling. Ishingizga omad. Minnatdormiz. Salomat bo'ling.